Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun biz Chashqanchoqning tunji kuz fasli degan yangi bir hikoyani anglab baqamdiq. Bu zot qanday hikoyadir? Kuz faslining havo intayin go'zal chiqqan bir kuni kichik Chashqanchoq ochisi bilan birlikda taloq o'ynag'ili chiqibdi. Daraxt yupurmoqlari g'azonlarga aylanib yerlarga jiqqida tushgan ekan. Qara ukam, bu g'azonlarning ranglari o'xshamdi ekan, debdi ochisi. Kichik Chashqanchoq ranglariga qarabdi. Qizil, sariq, qo'ng'ir, apelsin rang. Voy, nima degan chiroyli ranglar bu? Chashqanchoqning ochisi endi ikki tal g'azonni qo'liga ilibdi-da, ukasiga ko'z tutib. Qara ukam, bu g'azonlarning shakllari bir-biriga o'xshamdi ekan, deb so'rabdi. Kichik Chashqanchoq g'azonlarning shakllari qarag'udek bo'lsa, ba'zilari yumaloq, ba'zilari uzunchoq, ba'zilari inchka, ba'zilari keng, har xil shaklli g'azonlarni ko'ribdi. Voy, har xil shaklli g'azonlar bor ekan-ku. Endi kichik Chashqanchoqning ochisi, "Ukam, g'azonlar ustida yugurib baqa, g'azonlarni dastab baqa, o'ynab baqa qani", debdi. Kichik Chashqanchoq g'azonlarning ustida hili sakrab, hili taxlab, hili g'azonlarni tepib, g'azonlardan g'aros-g'urus ovozlarni chiqarib, shunda xo'shal o'ynabdi. Endi chufkam, qara, g'azonlarni bir yerga dövlab, g'azon dövüş yasayli. Kichik Chashqanchoq g'azonlarni sanab, birdan dövligil turibdi. Bir tal, ikki tal, uch tal. Shunda qilib ular birlikda g'azonlarni bir yerga dövlab, egiz g'azon dövüş yasabdi. Voy, nima degan egiz g'azon dövüsü bu? Endi chu qarafkam, g'azon dövüsning ustiga o'zingni etib o'ynab baqa. Kichik Chashqanchoq, "Voy!" degan biti g'azonning ustiga o'zini tashlab o'ynabdi. Birdamdan qarag'idek bo'lsa, ochisi yo'q. Qayoqdandir ochisining ovozi anglanibdi. "Men bir yerga mukib oldim. Meni topa olamsan, ukam?" Kichik Chashqanchoq atrofiga qarab, yili g'azonlarning orasidan, yili iyoq-piyoqlardan ochisini izlashga boshlabdi. "Ocham nega mukib olgandi? Ocham nerede?" Birdamdan keyin bir g'azonlar orasidan tuyuqsizlar ochisi chiqibdi. "Mana men bu yerda." Shunda qilib ular g'azonlarning ustida sakrab, taxlab, dumulab, g'azonlarning ranglarini, har xil shakllarini silishtirib, nihoyat ko'ngilli bir kun o'tkazibdi. Qandoq kichik do'stlar? Bu hikoya rostla qiziqarliqmikan? Sizlar turayotgan joyda hozir qaysi faslda? Agar sizlar turayotgan joydami kuz fasli bo'lsa, sizlarmi taloq chiqqanda ana shunda g'azonlarning ustida mingib, ulardan g'aros-g'urus ovozlarni chiqarib, g'azonlarning ustida dumulab, g'azonlarni silishtirib, shakllarini, ranglarini silishtirib yiqinglarjimi? Cho'qim ko'ngilli o'ynay olasizlar. Undaqda bugungi hikoyamiz mana shu yergacha bo'lsin. Kelar qatimli hikoyamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.